3 xona birinchi etaj 42 ming dollar. Bu boshlang'ich to'lov albatta. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uchi bolalar. Sergeli uchada joylashgan Golden Life'da taxminan bir 200 metr kirilganda. Xullas bu yerda mana Orientir Elite Market bo'lyapti. Okalar 3 xona birinchi etaj skvoznoy planirovka. Uyimizning holati yaxshi. Bu boshlang'ich to'lov bo'ladi aytganim. Uyni ko'ramiz, qolgan narxini ichkarini ko'ramiz. Xo'p, kirib olgan bo'lsa bu koridorimiz, kiraverishda o'ng qo'lda kuxnya bo'lyapti. Kuxnyadan faqat xolodilnik olib chiqib ketilyapti. Qolgan jihozlari o'zini joyida qolyapti va bu yoqda mana mehmonxonamiz. Mehmonxonada bitta konditsioner chiqib ketyapti. Qolgan uyimizdagi barcha jihozlari o'zini joyida qolyapti. Xo'p, bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Va kattalar yotoqxonasi. Bu mana razdelniy sanuzel ikkita. Holati yaxshi. Xullas, okalar birinchi etaj, juda ham tinch joy, oldida ham, orqasida ham agroton bor deyaptilar. Eslatib o'tamiz, 3 xona uy, birinchi qavat, 7 qavatli binoniki. Ikki xil tartibda sotilyapti. Xohlang 83 ming dollar naqdga oling, xohlang kredit davom ettirish tartibi bilan, ya'ni 42 ming dollar uy egasiga berib turib, 41 ming 500 dollar bank kreditini davom ettirasiz. 10 yilga oylik to'lovi 11 milliondan. Xullas, bizani kuzatinglar, sizlar bilan uchi bolalar, hammaga rahmat.